2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra 1 avtomobilimiz. Tayyorlovga ruxsatnomalari necha oy? Bor, xudo xolisa 6 oy, 7 oyga chiqaveradi. 6 oy, 7 oy tayyorlovga ruxsatlari bor deb aytib o'tilyapti. Avtomobilimiz birinchi pozitsiyada ekan, yurgani 50 ming kilometr deb aytib o'tilyapti. To'rtta yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Salon holatdan ko'rinishlari, o'rindiqlarga chiqovlar tashlangan, ko'rilari ham bor. Gazi bormi? Gazlari bor. Metan. Kraskasi qanaqa? Eski toza, benzola, propan gazda. Propan gaz balonlari qo'yib qo'yilgan. Kraskasi top tozasidan. Zadimillarda kameralari bor. Salonda ham video registratorlar qo'yib qo'ygan. Puli necha pul? 11700 kamaytirib beraman. Bozor so'radimi? Bozor so'radimi? Yo'q, endi chiqdi bu. Endi chiqdimi? Tushunarli. Telefon raqami aytaylik. Telefon raqami 058 93lik 93lik 058 37 37 97 raqamiga aloqa chiqasizlar. Gentra izlagan do'stlarimizga.